Qo'chqorlarmi, urg'ochilarmi? Qo'chqor ikkovi. Qo'chqor, ularchi? Biri urg'ochi, biri erkak. Bular urg'ochi ekan. Ya biri urg'ochi, biri erkak. Buni birov urg'ochi, birov erkak ekan. Ana bo'lmasa. Beraman desa chiqarmas ekanda akalar. Savdo bo'ldimi aka? Egiz 9 million so'rayapti mana shu. Egizgami? Egizga. 9 million kami bor. 9 million so'rayapman, bermayapti. Ha, berilmayotgan narxi. Berilmayotgan narxi. Berilmayotgan narxi ekan 9 million. Ikkalasimi egizmi? Egizcha ekan. Qo'chqorlarmi, urg'ochilarmi? Qo'chqor ikkovi. Qo'chqor, ularchi? Biri urg'ochi, biri erkak. Bular urg'ochi ekan. Ya biri urg'ochi, biri erkak. Buni birov urg'ochi, birov erkak ekan. Ana bo'lmasa. Beraman desa chiqarmas ekanda akalar. Egasi uzun odam. Bahosi aytilishi qanaqa? Bozorga. 12 million deyapti. 12 million deyapti. Donasini 12 million kami bor. 9 milliondan ustiga mana savdo bo'lyapti. 18 millionga berilmayapti. Nechinchi qorin bolalari? 2 3. Bittasi ikkinchi qorin ekan, bittasi uchinchi qorin ekan mana do'stlar. Bugun 9-yanvar Qashqadaryo viloyati Qamash Pionerka mol bozoridamiz. Haftaning juma kuni. Layklar bosib qo'yinglar, to'liq videomiz YouTube kanalimizda do'stlar. Qo'zlar ham katta-katta bo'lib qolibdilar mana. Mana 3 ta qo'chqorni o'zi pulini oqlab ketadi, bir 2-3 oy boqilgandan keyin. Xudo xolasa.